Ta'lim tarbiya ishi payg'ambarlarning vazifalaridan biridir. Payg'ambar alayhisolamning zotlarining mana shunday vazifalaridan biri ta'lim tarbiya berish. Innalloha Payg'ambar alayhisolam aytadilar: "Innalloha lam yab'asni mu'annitan va la muta'annitan, walakin ba'asani mualliman muyassira." Payg'ambar alayhisolam shunday dedilar: "Albatta Alloh taolo meni odamlarni qiyinchilikka soladigan, ularning adashishini xohlovchi qilib emas, balki muallim va oson qiluvchi qilib yubordi." Mana bugungi kunda hayotimizda ustozlarimizni ham ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, aynan mana shu hadisga muvofiq faoliyat yuritadilar. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, Alloh taolo meni odamlarni qiyinchilikka soladigan, ularni adashishini xohlovchi qilib emas. Farzandlarimiz, yoshlarimiz, go'dak o'sha ta'lim olayotgan yoshlarimiz hayotda qiynalmasin. Har birlari bir o'zlariga munosib bir yo'llarni topib olsin, mashaqqatlarga duch kelmasin deb har darsda, har soatda ustozlar tarafidan farzandlarga, ya'ni o'quvchilarga tanbeh berib kelinadi. Tanbeh berib kelinadi. Hech bir ustoz yo'qki, o'sha bolalarga, o'quvchilarga noto'g'ri bir ta'lim bersa, noto'g'ri bir tushuncha bersa, noto'g'ri yo'lga boshlasa. Qaysi ustoz bo'lmasin, darsida albatta shu yoshlarni o'zlariga munosib bir o'rinni topishi uchun ularga tanbeh beradi, kerak bo'lsa qattiqroq gapiradi. Nega? Shu umrini behudadan o'tkazib qo'ymasin. Behuda o'tkazib qo'ymasin umrini. Oltinga ham topilmaydigan davrini yaxshi bir ilm bilan, yaxshi bir kasb egasi bo'lish uchun ularga tanbeh beradi.